Ko'rib turganingizdek 5 talik ko'zimizga alohida plisa jaluzilar qo'yib berganmiz. Bu qanaqa ishlanadi, ya'ni shu 5 ta ko'zga qanaqa turib beradi degan odamlarga video qildik. Mana bemalol qo'rqgan bo'lsangiz pastdan oxirigacha ochib qo'yaverasiz. Juda ham ishlashi yengil, bemalol tushib qo'yiladi. Qo'rqganingizdek yana. Xuddi shunaqa, tepasi ham xuddi shunaqa chiqaveradi. Qo'rqganingizdek hozir hech narsa qo'yilmagandek bo'lib turibdi. Buni hozir yopamiz. Yopiladi, mana pastdan qanaqa salqin qilib qo'yadi, xonani ko'rib. Hozir salqin bo'ldi, qorong'uroq bo'ldi. Bemalol oyna bilan birga ochib, bu yoqda turaveradi. Shamol turaveradi, lekin tashqaridan ichkari ko'rinmaydi. Ko'rib turganingizdek 5 talik ko'zimizga alohida plisa jaluzilar qo'yib berganmiz. Bu qanaqa ishlanadi, ya'ni shu 5 ta ko'zga qanaqa turib beradi degan odamlarga video qildik. Mana bemalol qo'rqgan bo'lsangiz pastdan oxirigacha ochib qo'yaverasiz. Juda ham ishlashi yengil, bemalol tushib qo'yiladi. Qo'rqganingizdek mana. Xuddi shunaqa, tepasi ham xuddi shunaqa chiqaveradi. Qo'rqganingizdek hozir hech narsa qo'yilmagandek bo'lib turibdi. Buni hozir yopamiz. Yopiladi, mana pastdan qanaqa salqin qilib qo'yadi, xonani ko'rib. Hozir salqin bo'ldi, qorong'uroq bo'ldi. Bemalol oyna bilan birga ochib, bu yoqda turaveradi. Shamol turaveradi, lekin tashqaridan ichkari ko'rinmaydi.